Navbatdagi savol. Ustoz, qiz bolaning otasidagi haqqi qachon tugaydi? Bilaman, ota modomiki farzandini gunohga buyurmas ekan, uning ra'yiga qarshi chiqish mumkin emas, degan edingiz. Ammo ota o'z qiziga noto'g'ri ko'z bilan qarasa, unga axloqsiz ishlarni qilsa, shunda qizi otamdan kechdim desa, qiz bola do'zaxiy bo'ladimi? Afsuski hozir qiziga noto'g'ri ko'z bilan qaraydigan otalar ko'payib ketdi. Qanchalik dahshat bo'lmasin, bu haqiqat. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Shunaqangi holatgacha kelib qolindida, subhanalloh, shu bu fitrat buzilib ketganligidan, ya'ni bu odamlar fahsh kinolarda ko'p ko'rganligidan bo'ladi va umuman oxirat esdan chiqqanligidan bo'ladi bu. Allohul mustaan, ya'ni osmon baland, yer qattiq, nima qilamiz? Endi musibat qattiq kelgan paytda odam iloji boricha o'sha harakat qiladi. Xuddiki vabo chiqqan paytda qanday harakat qiladi odam? Bo'ldi, endi bo'ldi deb oyoq uzatib o'lib bermaydi-ku odam. Qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Shu vabodan bitta odam tirik qolishi mumkin bo'lsa, o'sha men bo'lay deb harakat qiladi inson. To'g'rimi? O'shanday odam bu jamiyatning ichida islohga harakat qilinadi. Ota unaqa hamma ota ham bunday bo'lib ketdi degani emas. Bor, bitta yarimta bor, endi ko'p deb aytilyapti-ku. Alloh isloh qilsin holatlarini. Shuning uchun qiz bola endi nima bo'lsa ham o'zi to'g'ri qilish kerak. Alloh taolo aytgani kabi alaykum anfusakum, o'zlaringni isloh qilinglar, la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Agar sizlar to'g'ri bo'lsanglar, adashgan odam adashgan zarar qilmaydi. O'zingiz to'g'ri bo'ling. Ya'ni unga sharoit qilib bermang otangizga. Xoli qolmang, unaqa ota bilan xoli qolib bo'lmaydi. Keyin bunday qildi deb otangizni anasini aytmang odamlarga. Aytmang, bu narsa o'sha yopig'igacha qolsin. Lekin sharoit bermang, sharoit qilib bermang u narsaga. Hech qachon shu ota bilan xoli qolmang, sharoit qilib bermang. Inshaalloh vaqtlar o'tishi bilan bir isloh bo'lib ketadi. Lekin baribir uni sizning ustingizdagi otalik haqqi turadi. Otadan kechdim bo'ldi, unaqa otani menga kerak emas deyishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki aytyapmiz-ku, o'sha birato'la baribir kesib tashlab bo'lmaydi. Kesib tashlab bo'lmaydi. Yomonlik joyini tuzatishimiz kerak. Masalan, qo'lingizdan yara chiqdi. O'sha narsani endi bo'ldi, yara chiqdi deb manadan kesib tashlamaysiz-ku. Oxirigacha davolashga harakat qilasiz. Chunki sog'lom joylari bor. Uni ham otani sizga otalik joyi bor, sog'lom joylari bor. Mana shuni tushunish kerak. Allohu a'lam.